Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Qiroluz. Quyon bilan qanday foydaga chiqsa bo'ladi? Boshlanishiga ikkita quyon olasiz. Erkak yoki ayol yoki para. Bitta quyon o'rtacha bir yilda 6 tadan tug'sa ham 4 bor tug'adi. Bu degani 24 ta bola beradi. 24 ta bolasini toza kalif bo'lsa ham o'rtacha tezroq sotaman desangiz agar, sotsangiz agar 24 tasini 45 kunlik qilib, biroq bir yilda endi 4 marta tug'adi quyon. Bu 1 million 440 ming pul bo'ladi 24 ta quyon. O'rtacha bitta quyon yiliga 350-300 minglik arpa yesa kerak. Ekonom variant bilan boqsangiz agar 300-350 minglik arpa yeydi bitta quyon bir yilga. Eng kuniga bu 1000 so'm, 1,5 ming so'mga teng kelyapti. Hozir men ham quyonlar ko'p. Bu tug'ish arafasiga kaliflar olib keldim mana. Shularni men ham ko'paytiraman. Endi 5 ta quyon olsangiz agar yiliga 120 ta bola beradi. 7 million 200 ming pul bo'lyapti. 5 ta quyon endi 1,5 millionlik ovqat deyapti 300 mingdan ham. Sizga 5,5-6 milliongacha foyda qilishi mumkin 5 ta quyondan. Endi boqishingizga qarab. Yemni qancha ko'p bersangiz, shuncha foydangiz kamroq bo'ladi. O'rtacha shu semirtirib bir xil normaga ushlab borish kerak shu quyonlardek. Men ham uncha ko'p bermayman. O'rtacha normaga ushlab boraman hammasini. Bu quyonimiz ham bo'g'oz masalanga hozir tug'sa agar birinchi hosilni oladigan bo'lamiz. Hozir mana birinchi hosilimiz tayyor bo'lyapti. Endi bularning foydasini ko'ramiz. Endi 15 ta quyon qilsangiz agar bir yilda 360 ta bola beradi. 21 million 600 ming pul bo'lyapti 12 oyda. 10 million 800 minglik agar yem olsangiz agar quyon yemiga hisoblab 10 million 800 ming bo'ladi quyon yemi. Shu 15 ta quyoningizga yetadi. Lekin arpa olsangiz agar boyana undan ko'ra yigitdan tushadi. 4,5 millionlik arpa bo'ladi. Agar oyiga bitta quyon 300 minglik ovqat desa agar 4,5 millionlik arpa olishingizga to'g'ri keladi. Sizga 16 million foyda, sof foyda qilyapti. Quyon bilan qanday daromadga chiqish sirlarini aytib boraman bu yana. Quyonlarni bitta olib shunday foydaga chiqaman, tug'sa bo'ldi degan emas bu. Quyonlarni qayerga sotish, nima qilish, go'shtga topshirish, shularni ham nima qilish kerak. Birdan 10-15 ta quyon olish kerak emas. Boshlanishga bitta yo ikkita quyon olish kerak. Masalan, hozir ko'p quyon olasiz, boqolmaysiz, kasal bo'ladi. Endi men o'rtacha shu qoladigan bolasini hisoblab aytdim, 6 tadan bo'ldi. Masalan, quyonlar tug'adi 8 ta, 7 ta, 10 tagacha tug'adi, lekin qoladigani 6 ta, 7 ta. Men o'rtacha shu normani ushlab aytdim. Boshiga men ham gibrid kalifdan boshlaganman. Gibrid kalifni tug'dirib, bolalarini sotib, pulini bitta joyga qo'yib, toza kalifdan boshlaganman. O'zini pulini o'ziga tikkanman. Shunday qilib hozirgi darajaga keldim men. Hamma kaliflarim toza. Bitta bu yerga gibrid strakach bor, u go'shtga. Shunday gap. Agar quyon boqmoqchi bo'lsangiz agar shu nimalarga e'tibor bering. Avvalo birinchi o'rinda tug'adigan quyonni tagiga bunday setkali qafasga qo'ymaysiz. Bunday qafasga ko'chirish kerak, chunki bu yerni nimasi katta, tushib ketishi mumkin. Ko'zik mayda setkaga ham qilsangiz ham baribir bolalariga zarar yetadi, shunday setkaga qilsangiz ham. Men o'rtacha hozir kalifni savdosini aytdim. Strakach, flander, ularni puli boyana boshqacha. Bir yilda daromadi undan ham ko'proq. Bulardan 3 barobar, 4 barobar qimmat yuradi. 2 million, 2,5 million. O'rtacha kalif hozir bo'g'ozi 800 ming so'm, tayyori 500 ming, 400 ming so'm. Hozir kaliflarning narxi qancha tushgan? O'rtacha shunday. 1 million pulga 3 ta kalif bilan boshlash mumkin. 3 ta o'rtacha kalif olasiz. Bitta erkak, ikkita ayol. Yiliga 48 ta bola beradi, ikkita ayoli. 1 million 400 ming bittasi, ikkitasi 2 million 800 ming bo'ladi.
2.200.000 ikkita quyon boqsangiz agar, sizga yiliga foyda ikkita samkadan 2.200.000. Yemini pulini chiqarib aytyapman, 600.000 yem bo'ladi. Sizga shuncha foyda qolyapti. Quyonlarni keyin boshlanishiga katak yasashingiz kerak, rasxod bo'ladi. Keyin o'sha birinchi bolasidan hamma pullaringizni chiqarib olasiz. Birinchi bolasidan masalan katagingizga sarflagan pulingizni, ikkinchi bolasidan quyonni o'zini pulinsini, uchinchi o'sha bolasi sizga plyusga bo'ladi, foydaga bo'ladi. Uchinchi partiya bolasi. Hozir men ham yangi quyonlar olganman. Ancha ular qarigan edi. Go'shtga topshirdim ularni. Hozir yangi quyonlar oldim, yoshlari. Hozir bular ham menga birinchi bolasi minusga bo'ladi, ikkinchi bolasidan men foyda ko'ra olaman. Chunki birinchi bolasini sotaman, masalan 500.000 ga quyon olgan bo'lsam agar 500.000 quyonni puli chiqadi. Ikkinchi bolasidan menga foyda qoladi. Hozir ana shu quyonchamiz 13-mart edi tug'ilgani. Bu 12-fevral edi. 15 kun, 17 kundan keyin buni erkaga qo'shish mumkin. Bu quyonimiz ham bo'g'oz hozir. Bu gideta 18 kun, 17 kun atrofida tug'adi. Bu tug'ish arafasiga. Masalan bitta erkak, lekin erkakda narxi qimmat. Erkakda narxi 500.000, 600.000 gacha bor. Samesdan ko'ra samka arzonroq yuradi. Shunday foydali videolar kerak bo'lsa agar, podpiska tugmasini bosib qo'ying, foydali videolar bizda.